Amerikada Uyg'ur kishilik huquq qonuni va Uyg'ur majburiy emgakining oldini olish qonuni tasdiqlanib yo'lga qo'yilgandan keyin bu qatam Uyg'urlarning panohlik huquqi haqida yangi bir qonun loyihasi o'ttirib qo'yildi. Amerika parlament a'zolari Jennifer Vekton, Maria Elvira Salazar, Gregory Meikes, Don Beer va Geri Connolly birlikda tanishtirgan partiya halqagan bu loyihada Sharqiy Turkistonda Xitoyning irqiy qirg'inchiligiga uchragan va bu sababli chet ellarda sargardon bo'lgan Uyg'urlar va boshqa asonliklarning Amerikada panohlik tilash ishlarini tezlashtirish talab qilingan. Qirg'iziston bexatarlik qismlari davlat hokimiyatini tatilish uchun namoyish va qo'zg'olon planlayotgandek bir tashkillik jinoyatchilar to'piga qarshi keng ko'lamli harakat olib borgan. Harakatda bu tashkilotning 30 dan ortiq a'zosi qo'lga olingan. Qrim xabar agentligining xabariga qaraganda, Qirg'iziston Davlat bexatarlik komiteti 2023-yili 6-iyundagi harakat to'g'risida bayonot e'lon qilib, jinoiy ishlar tashkiloti a'zolariga tabi nurg'un tashkiliy hujjat va ovoz xotirasini qo'lga tushirganligini e'lon qilgan. Xitoyning O'rta Osiyodagi Turkiy Jumhuriyatlarining tabiiy gazini Sharqiy Turkiston orqali Xitoy o'lkalariga yetkazish uchun qurgan O'rta Osiyo Xitoy turbi yo'li orqali Xitoyga oqayotgan gaz miqdori oshmoqda. Xitoy G'arbiy turbi yo'l shirkatining bayonotida bildirishicha, 2023-yil 3-oyda taxminan 2 milliard 900 million kub metr tabiiy gaz Turkmanistondan Xitoyga yetkazilgan. Turkmaniston davlatining rasmiy sonliq ma'lumotlariga qaraganda, Xitoyga to'shilgan gazning miqdori bultirga o'xshash mezgildagiga qaraganda 20.8% oshgan. Amerikaning sobiq muavin prezidenti Mike Pence 2024-yildagi prezident sayloviga o'zining kandidatligini jakarlagandan keyin o'tkazgan ochiq isbot anglash yig'inida agar saylanib qolsa parlamentni safarbar qilib, Xitoyning ig'vogarchiligiga alohida javob qaytaradigan armiya quradiganligini aytdi. Egilishicha, Xitoyning 37 harbiy aeroplani Tayvanning havo mudofaa farqlantirish rayonida daxl tarz qilgandan keyin Tayvan havo mudofaa sistemasini qo'zg'atgan. Yaponiyada 4 Xitoy fuqarosining taxminan 700 kilogramm qonunsiz g'idiqlovchi atkazchiligi jinoyati bilan qo'lga olinganligi xabar qilindi. Kyoto agentligining xabariga qaraganda, soqchi qismlari Yokohama va Kawasaki rayonida harakat olib berib, qonunsiz g'idiqlovchi atkazchilik jinoyati bilan shug'ullangan 35 yoshdan 51 yoshgacha bo'lgan 4 Xitoyni qo'lga olgan.